Xabar bormi? Assalomu alaykum amang. O'g'lim, shunday sovuqda, shunday ulug' kunlarda sadaqa qilinglar. Ha, xo'p, hozir. Joriy haftada boshlangan Dada lo'li kelibdi, pul so'rayapti. Ko'chadan kelgan odam bunday kunlarda quruq qaytarib bo'lmaydi. Mana buni ber. Ha, o'g'lim, shuncha pul qayerdan oldingiz? Ha, oyi Lo'li amakiga dadam berdi. Lo'liga 50 ming berdi. Ber bu yoqqa. Bunga qancha narsa olsa bo'ladi? Mana buni ber 20 ming. Ha, boygacha pulda ovqatga yetyapti. Ha, aka ko'chadagi Lo'li amakiga. U pul ko'plik qilar, ber bu yoqqa. Yo'q aka, dadam 50 ming bergan. Onam qolib qo'yib 20 ming berdi. Yo'q, bermayman. Buni berishim kerak. Ber dedim. Yo'q aka. Sen mana buni ol. Nashi yetadi. Ber o'g'lim. Amaki, uyda hech kim yo'q ekan. Ko'chadan kelgan odam shunday qaytarib bo'lmaydi ekan. Mana shokoladni olib qo'ying amaki. Hali yemaganman, endi ochgan edim. haromi